Hammaga xayrli kech o'rtoqlar. Qalaysizlar? Sizlar bilan yana Leyla 23 kanalidamiz. Uyqu qochib ketdi. Harakat qilamiz. Xo'p, qalaysizlar o'rtoqlar? Tuzumsizlar? Soqqani soqqaga bosib yuribsizlarmi? Xo'p, o'rtoqlar, Telegram kanalim silkasini ko'rsatib o'taman. Bu yerda barcha bookmakerskiy kontoralarning yangi обновление bo'lgan versiyasini olasizlar albatta. Maksimal darajada like, komment ko'paytiringlar agar YouTube kanalimga podpisatsiya bo'lmagan bo'lsanglar. Hozir o'zida podpisatsiya bosib, like, komment va videolarim yoqayotgan bo'lsa, bitta kommentariyaga plus belgisini qo'yib ketinglar. Xo'p, o'rtoqlar, bugun Megapari kontorasida o'ynaymiz. 13 million balans qilganman. Iloji boricha shu summani 1-2x qilib to'xtatishga harakat qilmoqchiman. Albatta, qisqagina videochi bo'lgan taqdirda ham birinchi o'yinimiz Tilman Rachkosdan bo'la qolsin. Albatta, Megapari kontorasi Leyla 23 promo-kodidan ro'yxatdan o'tkazib olingan o'rtoqlar. E'tiborli bo'linglar. Birinchi depozitinglardan bonus taqdim etiladi. Shu narsaga be'tibor bo'lmanglar o'rtoqlar. Yaxshi emas demoqchi edim, yaxshi emas bo'lib ketdi. Voy blin. Yana bitta shu summadan g'alaba qilib berilishib chiqaman. Пожалуйста, yaxshi. Voy, chiqaman deb bosib yubordim. Пожалуйста, хорош. Endi chiqsam bo'ladi. Asalsan, asal. Tak, davay ketdik, scratch kart o'ynab ko'ramiz. Tak, 35 ming so'mdan. 2 dan yuqori koeffitsient. 2 koeffitsient deganim birinchi. Oy, oltilar. Zo'r. To'g'ri, yomon emas. Yaxshi, cho'tki. Qaychilarni bermagan 2lar bor. Endi 350 dan 2 yoki 2 dan yuqori koeffitsient beradi bizga. Ular berganda ham zo'r bo'lardi. O'rtoqlar, 2 ni berdi. Yomon masorqami kettilaydi. Endi yana tushiramiz 35 mingga. Easy strategiyachi o'rtoqlar, 2 koeffitsient uchun. Tak, yaxshi. Endi yana bitta ketdik. Yana bitta olaylik. Yomon emas. Gap bo'lishi mumkin emas. Chiqamiz o'rtoqlar. Qisqagina yutuq olib chiqib ketganga baribir yetmaydi o'rtoqlar. Albatta, like, komment ko'paytirsanglar, sizlar uchun har doim easy strategiyachilar ko'rsatib berishga va video tayyorlashga harakat qilaman o'rtoqlar. Просто tak strategiyalarim bomba. E'tiborli bo'lib o'ynasanglar, o'zingizlarga plusga ishlab beradi. Davay ketdik, game satsiya odam sog'inda o'ynab ko'ramiz. Xo'p, davay 96 mingdan. Burası 92 ming ko'tardim. Xo'p, davay. 2 koeffitsient oldim, lekin g'alaba bermadi. Endi berdi. Yomon emas. 5lari ham berib yuborsa, vashshe. 10lari bersa, vashshe. Davay, ber qaysidirini. 05 bor, 2 koeffitsient bor, yomon emas, zo'r. Cho'tki. Gap bo'lishi mumkin emas. Dalsh. Vazvarat bor bizga. Hop, 2 ham bor. Hop, tepadan zelyonni. Yaxshi, 5 koeffitsient ham ushadik. Voy, dod 10 ga yetmay qoldi-yu. 10 ga agar voy, пожалуйста. 10 ishlab beradi deb o'yladim o'rtoqlar, ishoninglar. Tushiramiz balansni. 10 ishlab bersa kerak deb xayol qildim, to'g'risi gap. Tak, 05 dan keyin ko'taramiz. Da, 05 berdi. 05 koeffitsient albatta o'rtoqlar, bu o'ynashinglar uchun juda ham chiroyli koeffitsient. Dagon qilishinglar uchun ham endi iloji boricha, misol uchun strategiyalar o'zi aslini olganda 100% o'xshab beradi deb men ham aytolmayman. Просто страховкаlar bilan o'ynasanglar, misol uchun imkon qadar g'alaba olishga harakat qilasizlar. Mana hozir men ham ozgina o'sha oqvoma orqama ketdilaydi, chunki yaxshi koeffitsient bergani uchun уже menga ham plus emas, ozgincha minus beryapti. Tak, buni olamiz. Bir olamiz. 5lari ulaversa xursand bo'lardim lekin. Yo'q, 5lari lekin ulamadi. Dagon qilishga majburman bu yerda. Yaxshi. Dagon mana shunaqa joyda ishlab beradi o'rtoqlar. 2 koeffitsient bersa ham pulinglar sizlarga ozgina plus bilan qaytib keladi.
Давай, пожалуйста, зеленый. Voy Peter, zelyoniy berganda yaxshigina koeffitsiyentni olib chiqib ketardik. И то chiqib ham ketardik bu o'yinda. Так, возврат berdi xolos. Давай. И то zelyoniy tushib ber. Давай. Hop, zelyoniy tushib ber. Пожалуйста, zelyoniy mashtguli ber. Voy, zelyoniy uli ber. Xarosh, berarkansan-u. Gap bo'lishi mumkin emas. Просто так bomba. Почти 2x ga yaqinlashdik. Так, давайте Indian poker. Bitta ko'rib boqamiz, do'stlar, nima dedinglar? Xo'p, risk qilaman 250 dan, chunki balansimcha unaqa past emas. Va ko'tarib ketaveraman har 4ta 5tada. 3tada. Chunki bezdagi o'ynash foydasi yo'q. Yaxshi, mana 5 koeffitsient. Yana bitta yoki 10 yoki 5 berish kerak. Qaysidirini olamiz va keyin chiqamiz. Davay, пожалуйста. Bizani faqat aldama. Bitta choqqilla ber. Aldama dedim. Choqqilla dedim. Orqamga ketdi, mag'lubiyat ko'payib ketmadimi do'stlar? Chunki 5,5 million balansim oqizib qo'ydi. Yana bitta 5 ber. Ber 5. Voy, blin. O'rtoqlar, cho'ta minusdan chiqamizmi deyman bunda. Voy, Peter. Voy, onangni yugurib olasiz. Beradi bo'luvdim, lekin ishoninglar. Просто так 7 million pulimni oqizib qo'ydi. Mayli, shunaqasi ham bo'lib turadi, nima deysizlar? Voy, onangni yugurib olasiz. Olaman dedim. Shu 4-kartadan keyin o'sha olaman dedim. Yana bitta. Hop. Besak o'ynamaymiz. Voy, onangni yugurib, mashi karta bilasizlarmi? Killer klub o'rtoqlar, odamni cho'tki azartga tiqadi-da. Voy, onangni yugurib olasiz. Crash. Zo'r ko'targan joyimda. Yomon qildi. Davay ketdik. Bittasini 3 koeffitsiyentga qo'yamiz. Bittasini tavakkal qizilga qo'yamiz. Ishlay. Davay, bitta qizil 926 koeffitsient, mana bitta vashi birlarni berib tashlagan, 285 bergan. Voy, otangni og'ziga chichay. Ashi kutmagandim, lekin boru 3 ga boradi dedim, xursand bo'ldim. 2,5 dan oshsa xursand bo'ldim boru. Otangni og'ziga seni. Davay. Qizil bermasa ham, voy. Nimaga ham olmayman. Olsam nima bo'lardi? Qo'lim sinib tusharmidi? 5 million bo'lmasa, ana bor 4 million, 3 million ziyon qilmasdi-ku. Men ishoninglar o'rtoqlar, hozir o'shanda o'qib ketaman. Padetdanatga kirdim. Lekin bizga 7 talarni berib qo'yyapti bu yerda. Voy, 7 bermagan sen ham. Voy, 601 dan keyin bo'ldi ekanmiz shundan keyin. 670. Yaxshi. Hop. 4 2 5. Voy, 7 bermagan. Rosa 7 berib tashladi bor. Ishoninglar, o'sha 7 ni orqamga ketdilarda qoqdimi, o'sha qochaverish kerak. Tak, davay shuni o'ynab ko'raylik.
Yaxshi. Bitta yaxshi koeffitsient bergandan keyin уже ozgina anavi qiladi-da bu. Qiynaydi. 903 ekspert. Voy, olchalar juda chiroyli ishlardi agar izi to'g'ri kelganda. Davay, bitta normalniy koeffitsient bergan. 800 ming 2x kerak emas bizaga. 1.200 ming. Пожалуйста. Sen mujiksan, men senga ishonaman. Yaxshi. 3.200 ming choq. Takan 100 mingga tushiramiz. Kiloslik ishladi. 2x ekan. Так, давай. 2x. Пожалуйста, bitta normalniy koeffitsient ishlab bergan shu summadan. Faqat oq qizmi? 555 ming 500. Asabimga tegmasa bo'ldi, bularga boru. 1 million 2x nima kerak? Kattaroq koeffitsient ber. Qiynayapti уже bu ham boru. Bittasi bersa, bittasi bermayapti, o'rtoqlar, bilyapsizlarmi? Bittasi bersa, bittasi olyapti-da. Yana 2x. Yana 2x. Kattaroq koeffitsient bermasmikin bu? Ha, onangni migir bolasi. Xo'p. Yaxshi. Давай. Bu ham bitta azarga tiqsa vashshi bermaydi-da. Bitta azarga tiqdimi voshim bermaydi. Shu killer klubdan boshlandi mana azartim. Так, давай ketdik, crash. 20 millionga ko'targanda to'xtatsam bo'lardi ekan boru. Vaban qilaman. 5 4 1 2 3 4 5 6 1 million 360. Iloji boricha o'rtoqlar, azartga kirmagan holatda o'ynashinglarni maslahat beraman, ko'rib turibsizlar. Odam asabi prosta tak buzildi. 2x ga почти yaqinlashuvdim. Mayli, bu videoni yutqizsam ham qo'yaman YouTube'ga. Inson mag'lubiyatini tan olish ham bu bitta mardlik hisoblanadi. Iloji boricha azartga kirmagan holatda o'ynashinglarni maslahat beraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Bundan keyin chiroyli kontentlar qilib qo'yishga harakat qilaman yana sizlar uchun.